Erkaklarning xatolari 2-qism. O'tgan safar ko'pchiligi yoqqani uchun bugun davom etamiz. Birinchi, erkaklar eng ko'p qiladigan xatolardan biri biza ayollarni oxirgi o'ringa qo'yish. Do'stlar, telefon, o'yin, hamma o'ziga yoqadigan narsalar birinchi o'rinda. Ayoli esa keyinroq, hozir emas, vaqtim yo'q degan joyda qolib ketadi. Aslida bizaga kerak bo'lgan narsa bitta. Men ularni hayotida muhimman degan his. Agar ayol o'zini muhim his qilsa, u oila uchun yonadi, yelib yuguradi, e'zozlaydi. Agar o'zini e'tiborsiz his qilsa, asta-sekin soviydi. E'tibor, kichkina e'tibor ham ayolni ochib yuboradi. Ikkinchi xato o'z ustida ishlamaslik. Ko'p erkaklar shunaqa deb o'ylaydi. Uylanganman, bas, endi hammasi joyida. Lekin biza ayollarga yoqadigan narsa erkakning maqsadi, harakati, o'sishga bo'lgan intilishi. Ayol o'z ustida ishlaydigan, mas'uliyatni ko'tara oladigan erkakka suyanadi. Men shunaqaman, o'zgarmayman deyish bu o'zini to'xtatish. Biza ayollar esa yonida o'sadigan, yuksaladigan erkakni ko'rmoqchi bo'lamiz. Shu sabab erkakning o'ziga qarashi, ruhiy va moddiy jihatdan rivojlanishi ayolning hurmatini yanada oshiradi. Uchinchi xato bu ayolning fikrini past baholash. Ba'zan erkaklar o'zini ustun qo'yib, "Men erkakman, sen jim o'tir" deyshadi. Bu gaplar bizani jim qiladi, lekin baxtli qilmaydi. Ayolning fikrini tinglash erkaklikni kamaytirmaydi. Aksincha, ulg'aygan, aqlli erkakning belgisi. Birga maslahatlashish, ayolning fikrini hurmat qilish oilani mustahkamlashning eng oson yo'li aslida. 4-xato bizani chegaralarimizni hurmat qilmaslik. Bu ham eng ko'p uchraydigan xatolardan. Qattasan, rasm yubor, qattaligingni isbotla. Nega onlayn kirib chiqasan? Kimga yozolsan o'zi? Kim bilan gaplashding? Shunchaki savollar emas, tergov, shubha va bosim. Aslida biza ayollarni ushab turadigan narsa nazorat emas, ishonch. Ayol o'zini hurmat qilinayotganini his qilsa, o'zi yonadi, o'zi yopishadi, o'zi sodiq bo'ladi. Bosim emas, ishonch munosabatni mustahkamlaydi. O'zi aslida munosabatlarda ikki taraf harakat qilib, o'z ustida ishlash kerak. Shuning uchun, agar bu video 40 mingta like yig'sa, keyingi safar biza ayollar qiladigan xatolarimizni gapirib chiqaman.